Son. Voy. Nimaga mendan jerkayapsanmi? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlar bo'lasiz? Akasiman buni. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'qku. Hey, hey. Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yoq bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsam aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Kirmayman. Yo'q. Aka to'xta. Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yerga qoldim? Qo'rqaman, qo'rqaman. Aka, iltimos, o'tinaman. Aka, Mendan rozi bo'l, ukam. nimaga Ben rozi bo'l. Aka, Savol javobing oson bo'lsin, ukam. shuni so'rayman. Meni malol tashlab ketdi. Sani sizdan To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar, odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q.